Аңлаватқаныңла hayat hikmetleri. Padişah qattiq soğuq keçilərinin birində qəsrigə qaytıb ketdi. O darvoz tüydə yelin kiyimlər bilan örtülgan yaşanğan darvozbanni görüp onunğa yıqılışıpdı və onundan "To'ngildingizmi?" deb so'rabdi. Darvozban "To'nglayapman, biroq soğuqdan daldı boğadak qilin, kiyimlerim yo'q. Şuna bununla çınmaqdan başqa ilacım yo'q, padişah alileri" debdi. Padişah bunu anlab, "Men hozir qasrimga kirib, xizmatkorlarimdan biriga sizga qiynalroq kiyimni olib chiqib berishni toplayman" deb va'da berib ketib qoldi. Darvozban boy padişahning bu va'dasidan noyitimi xursand bo'ldi. Lekin padişah qasrga kiriblam boy qilgan va'dasini unutib qoldi. Ertesi kişiler Darvozban boyning soğukta to'nglab bu dunyodan vidalaşqanligini, onun yan tarafida "Padişah alileri, men her kuni kechisi soğukta qaysarlik bilan chidab kelyapatdim. Ammo sizning akşam qilin kiyim ochiq turib beraman deb bergan va'dalari mendan kuch-quvvatimni tortib oldi ve meni öldürdü" deb irmash-chirmash qiyinib yozilgan bir parça xatni bayqabdi. Şundaq dostum, sizning boshqalarga bergan va'dangiz ularga siz o'ylagandan bakrak muhim bo'lishi mumkin. Shunlashqa bergan va'dangizga xiloflik qilmang. Chunki siz shu sababdan nimalarni yo'qotib etganligingizni bilmay qolasiz. Navoda qiziqsangiz, ikkinchi hikoyamizga quloq bergaysiz.